yana bir feyzli xonadonimizda kuxnyani obzor etmeye geldik. Bu kuxnyamizda sinsa datchiklar qo'yilgan. Eng so'nggi trenddagi modadagi yana. Usta suvenirlar qo'yish uchun ishlatib aynali variantidan ishlagan mebelchimiz yana. Hozirgi modadagi eng so'nggi modadagi kuxnyalardan biri. Kuxnyamizga shunday full mo'ljallarni qo'yib berganmiz. Stakanlarni yuvish uchun shunday joylarga qo'yilgan edi. Beni toza suv olish uchun yana. Bir de mikronovka bilan pechka uchun joy qoldirilgan. Hali endi oladi. Bir de podnoslar uchun shunday akkuratni etib joy qo'yilgan. Musor uchun yana o'zi maxsus idishlar qo'yilgan. Kuxnyamiz orqaga 70-80 kg ko'taradigan. O'zim ham chiqib ko'rsatib beraman. Bir de yog' qo'yish uchun ham sushitkalar qo'yilgan.